Assalomu alaykum, xola, qalaysiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Inshaalloh uyingiz bitta. Ko'rasizmi uyingizda? Yuring bo'lmasa. Xola, Allohdan nima so'ragandingiz? Xudodan shu bolalarimga uy joy so'raganman. Maşallah. Mana uyimdan otxonalarga hech kim yotmaydi. Birov yotmaydi uka. Birov yotsa hazar qiladi. Tayyormisiz? Xudoga shukr tayyorman. Qani bismillah, ko'zingizni ochishingiz mumkin. Qani jonlaringizni Xudo sog' Xudodan shu nimani tilovdim uylarda. Shuni tera tirikchilik qilib yuribman endi bolalarga boqib. Ota-onam bo'lganda bunday tashlab qo'ymasdi-da. Mana Alloh mehribon ekan, endi mahallangizdagi eng yaxshi uylardan bittasi bo'lyapsiz mana, sohib bo'lyapsiz. Xudo mahalla kuyim ham yaxshi. Ota-onam bo'lganda xursand bo'lardi. Alloh barakatini bersin, bolalarimda urdavatini ko'ray uka. Alloh xohlasa, hech narsa to'sqinlik qilmaydi hayotda inshaalloh. Avvalambor bu narsalarda biz sababchimiz xolos. Alloh taolo sizlarni shunaqangi katta savobli ishlarga sherik qilib qo'ygan, azizlar. Inshaalloh bu yerda Ro'zi xolamiz hali yashab sizlarning haqqingizga, bizning haqqimizga duolar qilib o'tadilar. Ro'zi xola xursandmisiz? Xursandman. Endi ishlamaysizmi, ishlaysizmi? Ishlaysizmi? Endi mazza qilib, mana shu yangi uylarda yashab va duo qilib endi o'tirasiz inshaalloh. O'zi ishlashingiz shu uyni qurish uchun edi, to'g'rimi aka? O'tin olamasam plasmasa yoqib, ana plasmasalar turibdi. Endi nima qilay? Bolalarimni boqaman, qo'yaman deb mana uyda qilaman deb tushib ketganman. Shu xonadonga payda barakalar qilsin. Nevara, chevarangizni o'rtavatini Alloh akbar. Alloh rozi bo'lsin. Bo'ldi, sog' bo'ling. Videoni oxirida bir narsani iltimos qilib qolaman. Siz tomosha qilayotgan aziz insonlar, iltimos qilaman, obuna bo'ling, like bosing, izoh qoldiring. Mana shu videolarimizni beshlab, o'nlab do'stlaringizga tarqating. Yaxshiliklar kengaysin. Bu maqtanish uchun emas, riyo uchun emas. Albatta, mana shu qilinayotgan yaxshiliklarimiz kengayish uchun. Kelajakda sizlar bilan bundanda zo'r ishlar qilishimiz uchun.